Assalomu alaykum. Bazar Qo'rg'ondan chiqib, Qizilay joqqa ketayotgan yo'lda 8 sotik yer uchastigi sotuvga chiqdi. Darvozalar qo'yilgan, piskablokman to'silgan. Arasi zo'r bo'lgan Qo'qon gilos bog'i bilan 21 ga 7 uzun naves qilingan. Birinchisi garaj. İçi 3 ta atsekka bo'lingan, 2 ta katta garajlari bilan, yamalari bilan, mana bunaqa xonalari bilan atay bo'lib chiqilgan. 1 2 3 ikkita katta septik kamera video nablюдениялар qo'yilgan. Toza suvlar kirgan. Bahsi 5 million. Süleşu yo'ldoru bar. Daregi Dalibayev Qirmanchi ko'chasi. Yandex taksi bilan kelganda Suleymanov 9G deb yozasizlar. Bardıq so'rovlar bo'yicha tomondagi telefon nomerlarga chalib, so'rab bilib olsangiz bo'ladi. 0 554 12 14 03. Siz ko'rib turgan Bazar Qo'rg'ondan chiqib Qizilayga ketib yotgan yo'l. Sol jaqdagi Dalibayev Qirmanchi ko'chasine kirib, kishini yurgandan keyin dag'i sol joqqa bir pavorot keladi. Shul yo'l bilan kirganda solga burgandan keyin sol jaqdagi 8-chi yer uchastigi. Bala bog'cha, maktab janында. Yer ayanti 8 sotik, dokumenti to'xtom. Bahsi 5 million, süleşu yo'ldoru bar. Baringlar, xush kelingizlar.